Walmartda biz ishchilarga u Walmart orqasidan aniq ajratgan parkovka. Endi haligi oyning eng yaxshi ishchisi deb turib, Walmart eshigini qaydan joy ajratib bergan. Shu yerga borib hozir parkovka qilamiz. Uni haligi yozib qo'ygan. Reserve haligi receipt egallangan. Cashier of the month deb qo'ygan. Hech kim uyiga parkovka qilmaydi, o'zim borib qo'yib. Andijonlik Tohirjon Amerikada Xitoyda ishlab chiqariladigan arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlar ostida vatanini tark etgan. Filming Walmart? Yeah. Maybe later tonight. I don't think so. Vallahi kiyim tomonga o'tib ketib qo'yamiz. Men shu Walmart degan katta bir magazin, Supercenter degan Supercenter magazinida ishlayman. Men ishlaganimga 3 yil bo'ldi. Bu yerda ular bilan ham yaxshi chiqishamiz, bular biz bilan ham yaxshi chiqishadi. Qolaversa bu yerda mana Toshkent o'zbek akalarimiz ham bor. Endi bular bilan shunaqa bir do'stona bo'lib ketganmizki, hattoki bular oyning eng yaxshi ishchisi deb meni topishdi. O'tgan safar bir o'zbek akamizni topishgan. Shunaqa xudo xolasa. Qanday kelib qolgansiz? Bu yerga shu asosan Andijon voqealaridan keyin mana shu Amerikaga keldik. 1 yil o'tib 2006-yili. Bu Idaho shtatiga ham shunaqa bir 4 yil bo'lib qoldi. Shu ishxonaga kirganimga 3,5 yil bo'ldi. Nima ish qilasiz bu yerda? Bu yerda men asosiy qiladigan ishim mana qaytib kelgan tovarlarni sistemaga qo'yib, kompyuterga solib turib qabul qilib olishlik. Qabul qilib ularga pulini berishlik. Keyin MoneyGram degan bir pul jo'natadigan bitta katta kompaniya bor. Shunaqa joyda ham ishlayman, odamlarga pul jo'natamiz. Haligi ishxonadan bergan cheklarni kelsa biz pul qilib beramiz. Shunga o'xshagan narsalar. Undan tashqari mana kassalar bor, 30 ta kassa bor. Qachon ularga odam ko'payib kelsa, yordam bo'lib kelsa, kassalikka o'tib, kassirga qilib shunaqa
ishlarni qilib yuramiz. Bunaqa ishlar qilaman asosan. Andijonni sog'inmadingizmi? Andijonni juda sog'indim. Xudo xolasa niyatlarimiz mana qaytib borishlik, mana Andijon Voice o'zbeklar komitasini ochdik. Yevropada, Germaniyada shunga o'xshagan bir kattaroq yana nimamiz bor. Andijon taraqqiyot tiklanish tashkiloti. Shularga men qo'limdan kelganicha qaytib borishlik. Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb. Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb. İşanuring bizga aka deb kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga. AQShda panoh topgan andijonliklar yaqinda Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan tashkilot faollari Boise shahridagi Silverstone Plaza anjumanlar saroyida anjumanga to'plandilar. Amerika jamoatchiligi va nohukumat tashkilotlari ishtirokida o'tgan anjumanga Andijon qatlomining tirik guvohlari va nohukumat tashkilotlari vakillari hamda hukumat rasmiylari yig'ildilar. Amerika jamoatchiligi va nohukumat tashkilotlari ishtirokida o'tgan anjumanda 5 yil avvalgi voqealarning tirik guvohlari, ko'rganlari va vatanlaridagi bugungi vaziyat, qarindoshlari, farzandlari, rafiqalariga bo'layotgan hukumat ta'ziqlari haqida so'zlab berdilar va 5 yil avvalgi voqealarni yodga oldilar. Shuningdek, Amerikada yashayotgan andijonlik qochqinlar o'zlari yo'lga qo'ygan tadbirkorlik faoliyati namunalarini, jumladan poyabzal mahsulotlari, qandolatchilik mahsulotlarini u yerda taqdim qildilar. And also no, not yet. We're now working on experts. Are you really? Yeah. Do you find it? I've been here for 4 years, not completely, but almost 4 years. What brought you here? Assalomu alaykum avvalambor. Bu mahsulotlarni biz hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizona shahrida Aziz Food Store Aziz kompaniyasida oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, ham bakery, ham konditor mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Aslida biz o'zimiz tadbirkor bo'lganligimiz uchun 2005-yildan avval Andijon viloyatida ko'p turdagi konditor mahsulotlar ishlab chiqarish firmasini asl firmada o'zim men xususiy ishchi bo'lib, ish boshqaruvchi bo'lib ishlaganman. U yerda shunga o'xshash turli mahsulotlar chiqarganmiz. Bu mahsulotlar O'zbekistonda har bir miqyosida, har bir viloyatlarda sotishga ega bo'lganmiz. O'zimizni Kam Mavsan konditor mahsulotlar ishlab chiqarish firmasini firmaning magazinlari Toshkentdagi asosiy sentr magazinlarida joylashgan. Shu yerlarda savdolar rivojlantirganmiz. Yana boshqa hattoki tashqi qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlariga ham eksport qilganmiz. Endi turli xil nimalarda chiqarganmiz. Mana bugun hozirgi kunga kelib bugun hozir 2 xil mahsulotni eksportlab kelganmiz. Undan tashqari pishiriq, tortlar, har bir nimalarda Amerika sharoitida ham bugun yo'lga qo'ydik. Maqsadimiz shu ishlar rivojini rivojlantirib, kelajakda katta korxonalar ochish, yana qaytadan o'z yurtimizga borganda bu ishlarda yanada nima deydi? Yanada takomillashgan holatda xalqimizga yetkazish. Albatta shu ishlarda ortidan biz o'zimizga kelajagimizga nisbatan bugungi kungi birinchi qadam hisobida qarayapmiz bunga.